Ikkinchi holatda aliment to'lovi voyaga yetmagan bolalarni ta'minoti uchun oldindan to'langan bo'lishi kerak yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lishi kerak. Bu qanday bu? Endi bu masalan voyaga yetmagan farzandlarni voyaga yetgungacha jami aliment to'lovi hisoblanadi. Masalan 70 million, 75 million, 100 million juda katta summa bo'ladi. Farzandlar sonidan kelib chiqib. Lekin juda ko'p holatlarda bunaqa katta summani to'lashga imkoniyati yo'q. Imkoniyat yo'q bo'lgandan keyin endi nima qilish kerak? Transport vositasi yoki bir kvartiraga xonadoni bo'ladigan bo'lsa, shuni aliment to'lovini evaziga garovga qo'yilish kerak. Ya'ni garov shartnomasi tuziladi notarial idorasi orqali. O'sha garovga qo'ygan mulkni hisobidan taqiq yechiladi. Taqiq yechilgandan keyin cheklov olib tashlandi va aliment to'lovchi xorijga borib ishlashi mumkin va ishlab topgan daromadidan aliment to'lab qarzdorlikni kamaytirib uzib bo'lgandan keyin garovga qo'yilgan mulk garovdan olib tashlandi va o'sha mulk yana o'ziga qaytadi.